Assalomu alaykum do'stlar. Barchalarga olingan salom. Qirg'izistondan do'stlar, hozir Qirg'iziston Respublikasining poytaxti Bishkekdan kichik video obzor qilib boryapmiz do'stlar. Mana universitet ekan bu. Qirg'iziston va Rossiya Slavyan universiteti deb yozibdi. Российский славянский университет имени первого президента России Boris Yelsin nomidagi universitet ekan do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek juda ham hashamatli tushgan ekan do'stlar. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Ko'rib turganlaringizdek bu taraflari ya'ni shu Bishkekda markazi, bu tarafdan Sportlandiya qurilishga ketyapti ekan do'stlar.